Balon senti mijozda yana bitta Damas mashina topib oldik. Xudo xolasa bu mashinamizga optirazi taqib beryapmiz. Eski Charanxob Kotecho nomiga taqib beryapmiz. 175 ga 70 R13 xudo xolasiga akalarga chalishtirib xizmat bilan suruvga qilib beryapmiz. Bu mashinamiz atiga 49 km yurgan. O'zini radno diska balon olib qoldik. Kimga zarurat bo'lsa aloqaga chiqarsa, xudo xolasa orqali xizmat ko'rsatib beramiz. Kechalar xudo xolasa xizmat bilan suruvga ustanovkasi har doimgidek tekin bo'ladi. Kelaverasida mo'ljalimiz Bunyodkor qilishmalar to'g'risida Balon Center Asaka xudo xolasa. Balon Center mijozi ertalabda 3 ta Damas mashina olib qoldik xudo xolasa. Cho'siga ham yangi balon taqyapmiz. Bu mashinamizni o'zini rabochiy diskasiga Kotechodan 175 ga 70 R13 xudo xolasa taqib berdik. Biz sezonni 2025-yildan chiqardik. Xudo xolasa yonida Damas mashinamiz ham 13 rabochiy diskasiga o'ziga xudo xolasa charxni taqib beryapmiz. Cho'tki qilib. Yana bir Damas mashina olib qoldik. Bu taraf bu Damas mashinamiz yangi. Bu Damas mashinamizga xudo xolasa o'zini 12 diskasiga chiroyli qilib karnet taqib beramiz. Xudo xolasa kelaverasida bemalol o'zlari mana kraskalar bilan turgan balonlarni yechib olyapmiz. Kimga zarurat bo'lsa, laboch, portoch akalar bemalol kelaverasida arzon narxlarda xudo xolasa qo'yib beramiz. Balon sentrasiga kelaverasida ishlab turibmiz. Balon sentr mijozlar yana mijozimizga o'zini 13 qo'qon diskadan olib qolib, o'rniga elegan diska taqib beryapmiz. Xudo xolasa chiroyli shpikadan qo'qib keldi. O'zini rabochiy baloniga xudo xolasa chiroyli qilib taqib berdik. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, arzon narxlarda hali ham elegan diskamiz 1.850 mingdan beryapmiz. Xudo xolasa kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilib kelishlari mumkin. Chiroyli qilib xizmat balansor ustanovkasiga qilib qo'yib beramiz. Balon sentrasiga ishlab turibmiz. Bu Damas mashinamizga ham xudo xolasa ko'rib turganingizdek Charanxob balonni taqib berdik. O'zini diskasiga e'tibor berdik, kraskasini sepib berdik, sasonni yangi qo'yib berdik, balon surkasini qilib berdik. Bu ham xizmat ichiga tekinga kiradi. Xudo xolasa ko'ringlar, 2025-yilda chiqargan Charanxob baloni. Bemalol aloqa chiqib kelaverasida Balon sentrasiga ishlab turibmiz. Mo'ljalimiz Bunyodkor qilishmalar to'g'risida. Balon center. Balon center mijozlari Damas mashina olib qoldik ertalabda. Bu Damas mashinamizga abmen qilib beryapmiz. O'zini 12 diska balon bor ekan, Largo balon diskasini 12 radno. Xudo xolasa uni olib qolyapmiz. O'rniga qo'qon original diska bilan xudo xolasa Charanxob balon taqib beryapmiz. Chiroyli qilib ustanovkalarni xizmatdan balonga qilib berib, e'tibor beringlar, yangi qo'qon original diska, Sapsoy ham yangi. Balonimiz ham sezonni 2025-yilda chiqargan yangi balon. Charanxobdan. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, arzon narxlarda bemalol aloqaga chiqib kelaverasiz, xudo xolasa chiroyli xizmatni ko'rsatib beramiz. Xudo beringlar, onun uchun xudo xolasa mashinamiz chiroyli o'tib qoldi. Balon sentrasiga kelaverasiz, ishlab turibmiz. Narxini olsaqmi qo'raga? Bizda zo'r, malades. Xizmat tekin bo'ldimi xizmat? Yaxshi tekin, hamma yo'g'i tekin, zo'r. Kelaveringlar. Tavsiya qilasizmi? Aha. Mo'ljalimiz Bunyodkor qilishmalar to'g'risida Balon Center Asaka.